Shoshilinch xabar. O'zbek ilm-fani og'ir judolikka uchradi. Oliy ta'lim tizimida 57 yildan buyon samarali mehnat qilib kelgan avtotransport, avtomashinasozlik va yo'l kommunikatsiyalari sohalariga katta hissa qo'shgan taniqli olim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi Sarvar Muqaddimovich Qodirov 2-mart kuni 86 yoshda vafot etdi. Bu haqida qalampir.uz manbasi ma'lum qildi. Sarvar Qodirov 1940-yil 11-fevralda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent Politexnika institutini 1962-yili muvaffaqiyatli tamomlab, shu institutda avtomobil ekspluatatsiyasi kafedrasida assistent sifatida ishga qabul qilingan. Moskva avtomobil instituti dvigatellar kafedrasi stajyor pedagogi, maqsadli aspiranti, Toshkent Politexnika instituti dotsenti bo'lib faoliyat yuritgan. Olimning muvaffaqiyatlaridagi darsliklar hozir ham Rossiya va Hindistondagi o'quv yurtlarida qo'llaniladi. Qolaversa, uning 40 ga yaqin risola, ocherk, qissa, roman va boshqa risolalari chop etilgan. Uning romanlari rus va ingliz tillarida Rossiya va Amerikada nashr qilingan. Marhumning janoza namozi 3-mart kuni Minor Oq masjidida o'qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston ta'lim sohasining fidoyi ustozi, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, oliy ta'lim elchisi Karim Oybekovich Egamqulov 87 yoshda vafot etganda. Shoshilinch xabar. Munisa Rizayevaning ahvoli jiddiy. Assalomu alaykum. Bugungi axborot lavhamizda xonanda Munisa Rizayevaning Dubaydan qilgan murojaati hamda Yaqin Sharqdagi keskinlashayotgan vaziyat haqida batafsil so'z yuritamiz. So'nggi kunlarda AQSh va Eron o'rtasidagi siyosiy keskinlik yana kuchayib, mintaqada xavfsizlik masalalari jiddiy muhokama qilinmoqda. Harbiy tahdidlar, ehtimoliy zarbalar va strategik obyektlar atrofidagi vaziyat sabab Fors ko'rfazi hududidagi davlatlarda, jumladan Birlashgan Arab Amirliklarida ham xavotir kayfiyati kuchaygan. Ayni paytda Dubay shahrida bo'lib turgan o'zbek xonandasi Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislariga murojaat qilib, vaziyatni jiddiy qabul qilish kerakligini ta'kidladi. U o'z chiqishida mintaqadagi geosiyosiy ziddiyatlar sabab ayrim davlatlarda xavfsizlik choralarining kuchaytirilayotganligini aytib, odamlarni ortiqcha tavakkal qilmaslikka chaqirdi. Xonanda ayniqsa o'zbekistonlik muxlislariga murojaat qilib, imkoni bo'lsa hozircha tinch va barqaror hudud O'zbekistonda qolish xavfsizroq ekanligini bildirib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Dubay ortida xavfsiz shaharlardan biri bo'lsa-da, mintaqaviy mojaro kengayib ketishi ehtimoli odamlarni ehtiyotkor bo'lishga undamoqda. Mutaxassislar fikricha, AQSh va Eron o'rtasidagi qarama-qarshiliklar asosan harbiy siyosiy ta'sir doiralari, Yaqin Sharqdagi ittifoqlar hamda strategik energetika yo'llari ustida nazorat masalalari bilan bog'liq. Agar keskinlik oshsa, Fors ko'rfazi hududidagi aviatsiya qatnovlari, iqtisodiy faoliyat va turizm vaqtincha cheklanishi mumkin. Shu sabab ayrim jamoat arboblari va mashhur shaxslar ham xorijdagi vatandoshlarni ehtiyot choralarini ko'rishga chaqirmoqda. Munisa Rizayevaning murojaati ham aynan xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yish zarurligini eslatgan. Hozircha Dubayda kundalik hayot ortidagi tartibda davom etmoqda, ammo xalqaro kuzatuvchilar vaziyatni diqqat bilan monitoring qilmoqda. Shu bilan axborot lavhamiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.